Qizim, nima bo'ldi? Nimaga kayfiyating yo'q? Oyi, nega odamlar haqiqatda yaxshi ko'rishmaydi? Odamlar haqiqatni yaxshi ko'radi, faqat uni gapirgandan yaxshi ko'rmaydi. Bu odamlarga xos. Haqiqatda gapirmasa, qanday unga erishish mumkin? Haqiqatni gapirganlar birinchi bo'lib qurbon bo'ladi. Masalan, Mashriq, Nasimiy, Galileo Galiley, Kopernik, Yangus. Ular haqiqatni gapirgani uchun qurbon bo'lgan. Lekin asrlar o'tib, haqiqat aniq bo'lgan faqat kech. Endi gapirchi nima bo'ldi? Siz bilan qizingiz Guljahonni tarbiyasi haqida gaplashmoqchi edim. Qizingiz uyda ham o'zini shunaqa tutadimi? Uyda u gap qaytarmaydi. Chunki uyimizda adolatsizlikka yo'l berilmaydi. Adolatsizlik deb o'qituvchiga gap qaytarish, kattalarni bir tiyinga olmaslikni nazarda tutyapsiz-da? Qizimni bittagina aybi bor. U adolatsizlikka chidamsiz. Boshqalarni himoya qilib oraga kiradi. Mayli aytib qo'yaman, boshqalarning ishiga qaytib aralashmaydi. Bo'ladimi? Tushunarli. Olman tagiga olma tushibdi-da. Ketavering. Tug'ilgan kuning bilan qizim. Rahmat oyijon. Sizni rosa sog'indim. Men sog'inyapsizmi? Oyijon, iltimos, meni ham o'zingiz bilan olib keting.